7 sotixdan ziyodroq mana shu hovlimiz hozirda srochniga sotuvga chiqdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Akam aytadilar-ki, mana shu imoratni o'zim uchun qurganman. Har bitta betonini, armaturasini, hammasini o'zim uchun tanlab, eng zo'rini, eng yaxshisini olganman dedilar. Hozir boshqa bizneslarimga pul zararligi uchun mana shu uyni sotaman dedilar. Mana shu birinchi etajning o'zida 5 ta xona bor. Bitta kuxni, sanuzel bor, bitta kattagina zal sizdan bo'ladi. Katta yana bitta xona bor. Mana bu yerda yana bitta xona bor. Tepada bir 5 ta xona bor. Hovlisi juda ham kattagina, vaqti gapirish mumkin emas. Kimga bu mana shu hovli butun umr orzu bo'ladi, lekin hammalaringizga mana shunaqangi uylarga yashash, ota-onalaringizga mana shu uylarni sovg'a qilish hammalaringizga nasib qilsin. Buni adresi bo'ladi. Trikotajga 6-poliklinikadan kirib kelishga Zafarobod deyiladi. Zafarobodda 7 sotixdan ziyod. Bunga agar qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Srochni aloqaga chiqinglar, xudo xolasa mana shu hovli srochni 1 kun, 2 kunda sotilishi kerak. O'sha uchun pulni normalni kelishtirib beramiz. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Bizlarga podpisatsiya qilmaganlar podpisatsiya qilinglar, xudo xolasa bundan ham chiroyli hovlilarni chiqarishga harakat qilamiz.